alaykum aziz kitobxonlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi. Bugun sizlarga taniqli fransuz yozuvchisi Albert Camus'ning Begona va Vabo asarlar jamlanmasi haqida tavsiyaviy sharh berib o'taman. Albert Camus 20-asr fransuz adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sohibi, mohir adib, dramaturg, faylasuf, tubanlashuv, Vabo, Begona kabi mashhur asarlar muallifidir. Camus o'z asarlarida Ikkinchi jahon urushi dahshati oqibatida paydo bo'lgan insoniy taqdirning absurd hissiyotlarini kuylagan. Albert Camus'ning Vabo va Begona asarlari Ahmad A'zam tomonidan mohirona tarjima qilingan. Aziz kitobxonlar, ushbu asarni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz.